Andijon pechkamiz qanaqa uylarga quriladi va bir sutkada qancha rasxod qilyapti? Shular haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum qadrdonlar, hammaga xayrli kun. Sizlar bilan doimgidek usta tog'alar. Xo'p, bugungi videomiz Andijon pechka haqida bo'ladi. Buni minus va plyuslari haqida gaplashamiz. Bu Andijon pechkasini o'zimizning uyga qurganmiz. Bir 3 oy oldin buni qanchaga tushdi, qancha sarf xarajat ketdi deb video ham chiqarganmiz. O'shanda o'zimiz birinchi marta quryapmiz. Yoqib ko'rib turib, agar yaxshi isitsa yoki yomon isitsa to'liq video chiqaramiz deb qo'yganmiz. Juda ko'p insonlar so'radi, qanaqa ekan, isitdimi, isitmadimi? Shu bitta video qilmoqchi bo'ldik. Xo'p, buni minus plyuslar haqida gaplashamiz. Rasxodlari qancha rostdan ikkita uyda isitadimi, isitmaydimi? Shular haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchi plyuslarini gapirib o'tib ketay. Haqiqatan ham bemalol mana shu xuddi shu ko'rinishda pechkamiz ikkita uyda bemalol isitar ekan. Endi rasxodiga keladigan bo'lsak, endi biz rasxodini hisoblaganimiz yo'q. Lekin bitta pechkamiz bitta uyda bemalol isitsa, bu endi ikkita uyda isitganligi uchun o'sha bitta pechkadan ko'ra ko'proq rasxod, ko'proq ko'mir yoqyapmiz endi. Xo'p, yana nima deymiz? Xo'p, afzalliklariga keladigan bo'lsak, endi rasxodini to'xtatmoqchi bo'lsangiz, misol uyingiz isib ketdi, bo'ldi, ozroq endi mana shu demoxodlardan foydalanasiz. Bu ham kuldon, ham demoxod. Yopib qo'ysangiz, pechingiz to'liq o'chadi. O'zini issig'ini saqlab turaveradi. O'rtacha tempda yonib turaveradi qancha bo'lsa. Agar sal kuchaytirmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda ham demoxodchalari bor. Bunday ochib qo'ysangiz, shundan havo kirib, yana yonishni boshlayveradi. Xo'p, yana buni qanaqa xususiyatlari bor? Mana shu joyda pechkamiz yaxshi yonib tursa, bemalol somsa pishirsangiz bo'laverar ekan. Duxovka qo'yib turib, mana shu pechka, to'kli pechka, gazli pechkalarda qancha muddatda pishsa, o'shandan tez pishadiki, sekin pishmaydi. Chunki mana unimiz cho'yanbasda temir, o'ta tez qizib ketar ekan. Xo'p, bu joyda faqat somsa pishira olasiz, ovqat qila olasiz xolos. Mabodo ovqat qilmoqchi bo'lsangiz, somsa pishirmoqchi bo'lsangiz, mabodo haligi bizda endi nonlar isitib yeyiladi-ku. Mana shu joyda nonni qo'yib, bemalol isitib yesangiz bo'laverar ekan. Bunda ham qarab turasiz. Temirligi uchun juda tez qizib ketar ekan. Birpasda qiziqda endi, cho'yan bo'lsa u boshqa. Tepasida endi mana shu o'zimizni choynalar qo'yib issiq suv qilsangiz bo'laveradi. Bu joylarga qo'ysangiz bemalol mana shunaqa choynakda choyni qaynataveradi. Suvini qo'yib qo'ysangiz 3 minutda qaynatadi. Mana temiri olinadi, o'sha yerga qo'yib qo'ysangiz 3 minutda qaynatadi. Yonishlariga gap yo'q. Xo'p, buni asosan nimaga quriladi? Mana shunaqa uylaringizni remont qilganingizdan keyin to'g'ri pechka qursangiz, mana shunaqa bir marta qishlasangiz, polni qoraytirib yuboradi. Bundan 98% tutun umuman hisobda yo'q. Shamol bo'ladimi? Hali eshikni ochib yopganda tutun qaytaradi. Bunda umuman qaytarmas ekan. O'sha eng zo'ri shu. Umuman tutun qaytargan yo'q, uyingizni iflos qilmaydi, tutun hidi bo'lmaydi. Mana shu tepadan demoxodi bor. Zo'r ishlayapti, yaxshi tortyapti. Buni endi 2 xil, 3 xil variantlari bor pechkani, demoxodini. To'g'ri variantligini qo'yganmiz. Bu shu yaxshi ekan. Hali bunaqa Z bo'lib chiqib ketganlarni ham bor ekan, u ham yaxshi deyishadi. Uni qo'yganlar aytayaptiki, shu tutun to'g'ri chiqib ketmaslik hisobiga parlanib, ichiga suv oqyapti ekan. Mana shu joylardan qoraligi, bilsangiz, pechkani qurimi oqib qoladi. Mana shunaqa bo'lib oqyapti. Bundan lekin oqqan yo'q. Iloji boricha shunaqa demoxodni qursalaring, foydasi yaxshi ekan. Minuslariga keladigan bo'lsak, mana shu xonadonimiz aytdik 470. Narigi xonadonimiz 570. Bizni jicha adashganligimiz oldi tarafini kichkina uyga qilib qo'yganimiz. Mana shu oldi baribir mana shu yerdan o't yoqqanligingiz hisobiga 60% issiqni mana shu xonaga beryapti. 40%ni aqa beryapti. Hozir endi shuni ikki tomoni ham, orqa tomonini ham ko'rsataman. Orqa tomoni ham shunaqalari chiqibdi. Ashuni olib qursangiz, u 100% effekt beradi. Xonani katta kichikligini ahamiyat qolmaydi. Agar mabodo shundan qurmoqchi bo'lsangiz, masalan, bu uyingiz kichkina, narigi uyingiz katta bo'lsa, oldi tarafini iloji boricha katta tomonga qaratib qo'ying. Chunki uyingiz kattalik hisobiga mana shu yerdan yaxshi issiq berib, bemalol isitadi.
60% issiq bu tomonga, 40% orqa tomonga berganligi hisobiga katta uyingiz bemalol isiydi, kichkina uyingiz 40% dan ham bemalol shu misol o'zingizni bu farzandlaringizni sovqotmaydi, bemalol uxlasa bo'laveradi. Shu darajada issiq beradi. Xo'p, endi orqa tomondan ham bir 2 minut video chiqarib qo'yamiz. Qadrdonlar, bu pechkamizni orqa tarafi. Aytganimizdek, bu xonadonimiz eniga 3,5, uzunligi 570. Bu xonadonimiz ichi kattaroq. Xo'p, hozirgi kunda shu pechkamizni oldi tarafi bilan bir xil mana shunaqasiga chiqqani ham bor. O'shandan ham qo'ysangiz mabodo ikkov uyingizni ham bir xil isitaveradi. Chunki bu tomondan ham shunday chiqadi. Alangasi yaxshiroq beradi. 50-50 isitaveradi uyingizni. Xo'p, yana nima deymiz? Bizniki mana shu to'g'ri chiqqan. Bu tarafimizga 40%, 35-40% issiq beradi. Ag'da bir o'ta isib, narigi xonamiz o'ta isib ketganda bu xonamiz o'rtacha bo'ladi. Chunki biz hech adashganligimiz hisobiga mana shu oldi tarafini shu tomonga qo'yishimiz kerak ekan biz. Chunki bu xonadonimiz kattaroq edi. Biz kichkina xonaga oldi qilib qo'yganligimiz o'sha minus bo'ldi xolos. Boshqa pechkamiz boshqa minus taraflari yo'q. Hamma tomonidan foydalansangiz bo'ladi. Mana shu joylariga ham misol bir narsalar isitmoqchi bo'lsangiz, qo'yib qo'ysangiz bo'ldi, isitaveradi, foydalanaverasiz. Xullas, pechkamiz yaxshi, bemalol qurib bitiraverasizlar. Qurib ishlasalar ham bo'laveradi, yaxshi. Misol afsuslanmaysiz. Qurganingizdan afsuslanmaysiz. Effekti yaxshi bo'ldi. Bir 100% bo'lmasa ham 90% effekti beryapti. Chunki mana bu uyimizda ham odam yashayapti, narigi uyimizda ham odam yashayapti. Misol qulayligi bir tomondan yoqasiz, bo'ldi, ikkita uyingiz isiydi. Effekti beradi. Shu. Endi videoni qo'ldan kelgancha, endi o'zimizning xonadon, qo'ldan kelgancha gapirdik. Bu yerda haligi yomonlashanmas birovning mahsulotini yoki maqtashanmas. Bemalol quravering. Shu. Qo'ldan kelgancha endi obzor qildik. Yoqqan bo'lsa bir dona like bosib, Usta Tog'lar kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar. Shu, xudo xolasa, qurilishga doir yana yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.